Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'lishiga ishonamiz. Ushbu loyihani Oydin Solihning xotirasiga bag'ishlaymiz. 16-qism. Yangi bob. Asosiy oziq-ovqatlar. Suv. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu dunyoda va narigi dunyodagi eng yaxshi ichimlik suvdir deganlar. Yer yuzida suv ko'p, ammo hamma suv ham ichilavermaydi. Chunki metabolizm faqatgina muz strukturali suv, ya'ni yengil suv bilan sog'lom ishlashi mumkin. Inson vujudi o'zining barcha faoliyatlarini yagona erituvchi bo'lgan suv vositasida amalga oshiradi. Badan namligining muvozanatda saqlanishi, taomlarning hazm qilinishi, oziq moddalarning so'ralishi va hujayralarga yetkazilishi, ortiqcha va zararli moddalarning eritilib, tashqariga chiqarib yuborilishi shular jumlasidandir. Protein molekulalarini inson vujudida birlashtirib, tutib turgan narsa yengil, muz strukturali suvdir. Binoning qurilishida sementning sifati qanchalik muhim bo'lsa, inson vujudi qurilishida ham suv sifati shunchalik muhimdir. Sement sifatli bo'lsa, bino 100 yillab turadi. Sifatsiz bo'lsa, qisqa vaqtda buzilib ketadi. Suv molekulalari quvvat bog'i bilan bir-biriga bog'lanib, strukturali qafas tashkil qiladi. Molekulalarni bir joyda tutgan quvvat bog'i tashqaridan kelgan ijobiy va salbiy ta'sirlarga ochiq holatdadir. Suvni yengil yoki og'ir holga keltiradigan narsa quvvatning ijobiy yoki salbiy bo'lishidir. Yapon tadqiqotchisi doktor Masaru Emoto yiqqan suv namunalarini muzlatib rasmini olgan. Tabiiy okean suvlari chiroyli kristallar hosil qilgan. Kran suvi esa kristallashmagan. Kristallashsa ham buzuq kristallar hosil qilgan. Sevgi, shukr va farishta so'zlari bilan bitilgan etiketlar yopishtirilgan shishalarga solingan suv chiroyli kristallar hosil qilsa, shayton so'zi yozilgan etiketkali shishadagi suv qop-qorong'i teshik shaklini olgan. Suv turli musiqa va rasmlarga ham turli reaksiyalar ko'rsatgan. Televizor, kompyuter, mobil telefon va mikroto'lqinli pechdan tarqalayotgan elektromagnit to'lqinlarning suvga ko'rsatgan ta'sirlarining rasmlari ham shu uslubda olingan. Bu rasmlardagi ko'rinish shayton so'zi natijalariga juda o'xshash. Tashqaridan kelgan so'z, musiqa, elektromagnit to'lqinlar va obrazlar shishadagi suvni qanday ta'sirlantirsa, inson vujudini tashkil qilgan 70% suvni ham ayni shaklda ta'sirlantiradi. Oddiy yozuvlar, so'zlar suvga shunchalik ta'sir qilsa, Alloh kalomi, Qur'on oyatlari suvga qanday ta'sir etishini tasavvur qila olasizmi? Darhaqiqat, Qur'on o'qilgan suv bilan barcha jismoniy va ruhiy kasalliklarni davolash mumkin. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, qo'llanilgan suv ruh, badan va zehn sog'lig'iga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Kasal badanda suyuqlik aylanishini turg'un holga kelib qolgani ma'lum bo'lgan. Sog'lom bo'lish uchun badandagi 70% suvni tozalab, yengillashtirish kerak bo'ladi. Faqat manbasidan olingan suv toza bo'ladi. Suvlarning eng ustuni Zamzam suvidir. Tog' muzlaridan va erigan qorlardan daryolarga oqqan suvlar sog'lom suvlardir. Xususan, tepa buloqlardan pastga, toshlarga tushgan, tez va ko'p oqqan, to'xtamay harakatda bo'lgan yengillashgan suvlar sog'liq uchun foydali hisoblanadi. Yomg'ir suvi ham yengil suvlardandir.
Ammo yomg'ir suvini yomg'ir yog'ishi boshlangandan 15-20 daqiqa keyin olish kerak bo'ladi. Chunki boshdagi tomchilar bilan havodagi kirlar tozalanadi. Yomg'ir suvi ich ketishini to'xtatadi, jigar va buyrak kasalliklarini yengillashtiradi. Buloq suvini topish imkoni bo'lmaganlar uchun eng yengil, eng foydali va ta'mi shirin suv muzdan eritilgan suvdir. Emalli idishlarga suv to'ldirib, muzxonada muzlatib, so'ngra eritiladi va tagiga tushgan qoldiqlar tashlab yuboriladi. Suv eriganidan 10-12 soat jonli qoladi. Keyin esa og'irlasha boshlaydi va ta'mi o'zgaradi. Suv og'irlashishining oldini olish va uni shifoli holga keltirish uchun suvga Qur'oni Karim o'qish kerak. Qatiq suvi, meva va sabzavot suvlari yengil, jonli va shifoli suvlar hisoblanadi. Yangi meva, sabzavot, tarvuz va qovun yegan kishining suvga ehtiyoji qolmaydi. Yuqori sifatli suv bo'lmagan joylarda meva, sabzavot, tarvuz va qovun yeyilsa yoki meva, sabzavot suvlari ichilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'l suvi harakatining ozligidan og'ir suv hisoblanadi. Yer osti suvlarining, g'or va quduq suvlarining tarkibi esa qattiq bo'ladi. Daryo suvi bilan quduq suvining qorishmasi, qaynatilgan va qaynatilmagan suvlarning aralashmasi, ichiga muz solingan suvlar sog'liq uchun zararlidir. Chunki turli tarkibi suvlarni bir paytda ichmoqchi bo'lgan kishi 4-1 soatlik tanaffus bilan ichish kerakki, birinchi ichilgan suv ikkinchisi kelishidan avval tanani tark etgan bo'lsin. Idishlarda saqlanib, do'konlarda sotiladigan suvlar eng og'ir suvlar hisoblanadi. Vujud bu suvlarni yengillatishda qiynaladi, ko'p quvvat sarflaydi, tez charchaydi va qariydi. Bu suvlarni jonlantirish uchun suvni o'qish yoki qaynatib, keyin muzlatish yoki ichishdan avval piyoladan piyolaga 3-7 marta Bismillahirrohmanirrohim deb harakatlantirish kerak. Bu harakat suvdagi salbiy quvvatlarni ketkazib, suvni yengillatadi. Har tahorat olgandan so'ng bir necha yutum suv ichish sunnatdir. Bomdod namozi payti tahorat olgandan keyin ichilgan bir necha yutum suv ichaklardagi axlat va gazni harakatlantirib, chiqarib tashlaydi. Katta tahoratda qabizlik muammosi bo'lganlar ertalab yarim yoki 1 piyola sovuq yo iliq suv ichishlari kerak. Sog'lom va yosh bo'lish uchun kishining kunda 1-2 piyola yengil suv ichishga va sovuq suvga odatlanishi kerak. Sovuq suvning joyini hech narsa to'ldira olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suvni 3 nafasda ichar, uning to'yimli, kasalliklardan saqlovchi va sog'liqqa foydali ekanligini aytar edilar. Suvga bo'lgan ehtiyoj insonning sog'lig'iga va yegan narsalarning miqdoriga bog'liq. Inson tanasi xuddi yer shari kabi 70% suvdan, 30% qattiq moddalardan iborat. Ya'ni har 30-40 gram qattiq taomga 60-70 gram suv aralashtirish kerak. Meva va sabzavot suvlari ham suv hisoblanadi. Haddan tashqari ko'p suv ichishda yaxshilik yo'q. Chunki suv qonga aralashib, qon miqdorini orttiradi. Qonning ortishi yurakning qon aylantirishini qiyinlashtiradi va yurakning rizqini tez tugatadi. Kasal bo'lganda shifo topish niyatida qoldiqlarni eritish va chiqarish uchun 1-1,5 litr suv ichsa bo'ladi. Faqat sog'aygandan keyin suv miqdorini zudlik bilan kamaytirish kerak. 7 holatda suv ichish kasalliklarga sabab bo'ladi. Charchagan va terlagan holda, hammomdan so'ng, yeyish paytida, yeyishdan keyin, meva va qovun yegandan so'ng, turib va uyqudan uyg'oniboq suv ichish kasalliklarga sabab bo'ladi.
Bu holatlarda ehtiyoj bo'lsa, bir necha kichik yutum ichish mumkin. Kuniga 2 marta, ertalab va yemakdan 1,5-3 soat keyin suv ichish kishi tabiatiga eng muvofiq va to'g'ri tartibdir. Suv ertalab ichilsa, ichaklarning ishlashiga, taomdan 1,5-3 soat keyin ichilganda hazmga yordamchi bo'ladi. Taomdan avval suv ichsa bo'ladi, faqat bu yerda bir narsaga e'tibor qilish kerak. Taomni hidlagandan keyin suv ichish to'g'ri emas, chunki pishayotgan taom hidi chiqsa, og'iz va oshqozonda darrov fermentlar hosil bo'la boshlaydi. Ichilgan suv bu fermentlarni ichakka olib ketib, hazmni qiyinlashtiradi. Bunday paytlarda ko'pi bilan bir qancha kichik yutum suv ichish mumkin. Madan suvlari qonni tozalaydi, yaralarni yopadi, badan hidlarini ketkazadi. Faqat kunda 1 piyoladan ko'p madan suvi ichmaslik, buni ham har kuni ichmaslik kerak. Kishining sog'lig'iga qarab, doktor tavsiyasi bilan ma'lum madan suvlari kerakli miqdorda ichiladi. Oltin gugurt buloqli suvlar taloq og'rig'iga, shishga, jigar kasalligiga, revmatizm, falaj, allergiya, yaralar, bo'g'in va teri kasalliklariga shifo bo'ladi. Dengiz suvi ham oltin gugurt suvidek ta'sir qiladi. Tarkibida temir va mis bo'lgan madan suvlari buyrak, taloq va oshqozon uchun foydalidir. Yoshlarning sovuq suv bilan tahorat olishlari va g'usl qilishlari ham juda foydali. Sovuq suv asab kasalliklariga, buyrak va tuxumdon yallig'lanishiga, boshqa yallig'lantiruvchi va haroratni oshiruvchi kasalliklarga ham yaxshi davodir. Ammo sil, tutqanoq va jigar kasalliklar bilan og'riganlar tuzalmagunlaricha sovuq suv ishlatmasliklari kerak. Og'ir kasallikdan chiqqanlar, jarrohlikdan chiqqan quvvati kam kishilar va qariyalarning iliq suv ishlatishlari maqsadga muvofiq. Sog'lom kishilarning esa issiq suvga ehtiyoji yo'q. Bo'lganida edi, Alloh taolo suvni issiq qilib yaratar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyoshda isitilgan suv bilan tahorat qilishni yoki g'usl qilishni man qilganlar va quyoshda isigan suvning teri kasalligiga sabab bo'lishini aytganlar. Imom Shofiy hazratlari quyoshda isigan suv bilan tahorat qilishni makruh hisoblaganlar. Hatto bu suv bilan kiyimlarni ham yuvishni munosib ko'rmaganlar. Bugungi doktorlar esa insonlarga quyoshda oylargacha qolib ketgan shishadagi suvlardan kuniga 3-6 litr ichishni tavsiya qilishmoqda. Oxirgi yillarda ichimlik suvlarining chirishini oldini olish va tozaligini saqlash suvga maqsadida karbon nanoparchalar qo'shilmoqda. Og'iz yo'li bilan tanaga kirgan karbon nanoparchalari to'qimalarga to'planib, hujayralardagi metabolizmga aralashib, mutatsiyaga olib kelishi mumkin. Masalaning yana bir g'alati tarafi shundaki, ko'pgina suveren davlatlarning suv manbalari begona shirkatlar tarafidan sotib olinib, bu suvlar faqat o'sha shirkatlarga ma'lum uslublar bilan tozalanib, ishlovdan o'tkazilib, xalqqa taqdim etilmoqda. Bu demak, zamonamizda suv ustida istalgan strategik o'yinni amalga oshirish mumkin holga keladi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda.